Hürmetli radio yanılgıçılar 26 iyun günü Guangdong ülkəsinin Shaogan şəhərindəki Shuri oyunçuq zavodida Uyğur vətənindən məzkur zavodqa işçilikə yetkəb kelingan Uyğurlar bilan Xitaylar o'rtasida qanlıq to'qinish yuz bergan hamda vaqani bir taraf qilish uchun 400 saqchi 152 nafar jiddiy qutqizish xodimi 48 qitim jiddiy qutqizish avtomobilining ishqa silinganligi xabar qilingan edi. Xitoy to'rbatlarida Xitoylarning vaqa to'g'risidagi inkoslarida to'qinishning kelib chiqish sababining bosqinchilik vaqasi bilan munosabatli ekanligi aytilgan bo'lsa-mu, ammo Uyg'urlar haqida fitna fasod tarqatgan Xitoyning qo'lga ilinganligi o'tirib qo'yilgandi. Shaogan shaharlik hukumatining dokladida ko'rsatilishicha, vaqada jami 120 kishi yaralangan, bularning ichida 81 ning Uyg'ur, 39 nafarining Xitoy ekanligi, 2 Uyg'urning o'lganligi bildirilgandi. Xitoyning Boshun va boshqa uchur vositalarida bo'lsa, vaqada o'lganlarning 18 kishi ekanligi, uning 12sining Uyg'ur ekanligi xabar qilingan. Qanlıq vaqaning naq maydon ko'rinishi tushirilgan ba'zi sinalg'u lentalari YouTube qo'yilgan bo'lib, Xitoy to'rbatlarida Xitoylarning Uyg'urlarni kamsitadigan, hatto oshkora holda o'ldirish kerak, bu Uyg'urlarni qirib tugitish kerak deganga o'xshash Uyg'urlarga bo'lgan o'chmanlik va g'azab nafrati ifodalangan so'zlari ya'ag'an. Bu vaqa yuz bergandan keyin chet ellarda Uyg'urlarning demokratiya va siyosiy huquqlari uchun faoliyat olib berayotgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi yetakchiligidagi har qaysi tashkilotlar o'zlari turayotgan davlatlarda turishliq hukumat va kishilik huquq tashkilotlari bilan uchrashish, ularga xat yo'llash orqali ulardan Xitoy hukumatiga besim ishlatib, bu qonliq to'qinishning maydonga kelishidagi haqiqiy sababni va vaqada hayotidan ayrilgan Uyg'urlarning aniq sonini aniqlashni hamda vaqa sodir qilgan jinoyatchilarni jazolashni talab qilmoqda. Ziyoratimizni qabul qilgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining bosh kotibi Dolqin Aysa apandi vaqaning sodir bo'lishiga oldi bilan Xitoy hukumatining irqiy kamsitish siyosatining sababchi ekanligini bildirib, bo'libmi Xitoy o'lkalariga ishonch emgak kuchi yetgan siyosatining tamoman Xitoy bir siyosat ekanligini o'tirib qo'ydi. Shuningdek, u yana Dunyo Uyg'ur qurultiyining har qaysi davlatlardagi doim komiteti a'zolarining telefon yig'ini o'tkazganligini aytib, oldimizgi kunlarda har qaysi davlatlarda norozilik namoyishi olib boradiganligini dunyo matbuotlari orqali vaqaning mohiyatini xalqaroga oshkorlaydiganligini va Xitoy hukumatini vaqaning haqiqiy sababini aniqlashga, Uyg'ur xalqidan afu so'rashga majburlaydiganligini, bu haqda Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga arz qildiganligini bildirdi. Biz tunji qadamda dunyoning har qaysi joylarida Sharq Turkiston Uyg'ur tashkilotlariga jiddiy shaklda chaqiriq chiqardik. Juma, shanba, yakshanba mushu kunlarda dunyoning har qaysi davlatlarida Xitoy konsulxonalarining oldida keng ko'lamli Xitoy hukumatining bu irqiy ayirmachilik, milliy kamsitish siyosatiga nisbatan norozilik namoyishlari yaparmiz. Xalqaro matbuotlar bilan bo'lgan aloqamizni kuchlantiryapmiz. Majburiy ish ko'chirishning xatarlik bir siyosat ekanligi, Xitoy hukumatining bu siyosatining qanday bir xato siyosat ekanligini dunyo matbuot orqali dunyo millatlariga bildirish uchun harakat qilyapmiz. Yaralangan, o'lganlarning soni haqida aniq bir ma'lumot yo'q. Xitoylar bunimi har qanday bir ma'lumot hozirgacha qo'llanib kelgan taktikasini qo'llanib cheklik doirada tutib kelyotdi. Faqat biz bu ma'lumotlarni rasmiy bo'lmagan torbatlarga qo'ygan video kassetlardan ko'ryapmiz bizdan, ammo haqiqati demak bu yerda 5000 odam, 800 odam hujum qildi degandiki, naydi fojia bu yerda ko'rganimizdan nechasi eg'ir. Shuning bu voqeaning haqiqiy avvalning zoti nima bo'lganligini Xitoy hukumati bu haqda javob berish kerak. Uyg'ur xalqidan afu so'rash kerak. Dunyoga bu voqeaning zotan qanchalik bir qirg'inchilik olib berilganligi haqida Xitoy hukumati ochiq-oshkora sonliq bir ma'lumot bilan bayonot berish kerak. Biz buni talab qilamiz. Shunaqla Birlashgan Davlatlar Tashkiloti, Yevropa parlamenti, xalqaro kishilik huquq tashkiloti va demokratik davlatlarning parlament hukumatlari bilan aloqa qilib, ularning bu masalaga nisbatan jiddiy muomala qilishini talab qilamiz va bularning bu masalaga qo'l tiqishi va mumkin bo'lsa xalqaroda tarafsiz bir organning shu yerga berib tekshirish orqali raport tayyorlab xalqaroga e'lon qilinishi, bu tarafsiz tashkilot yoki guruhga Xitoy hukumatining javobgar bo'lishi kerakli masalani o'tirib qo'yapmiz. Oldimizda kunlarda bu masala bizning dunyo qurultiyining faoliyat kun tartibidagi muhim masalalardan biri bo'lib davom qiladi. Amerika Uyg'ur birlashmasining muavin raisi Olim Saidov apandimi bu voqea munosabati bilan Amerikada bir qator faoliyatlar olib berilayotganligini bildirib, mundaq deydi. Amerika Uyg'ur birlashmasi bu voqeani bilgandan beri oldi bilan keng ko'lamli bir bayonot e'lon qilib, Amerika hukumati, Amerika davlat majlisi ham Amerikadagi barliq matbuotlarga bo'lgan voqeaning oldinini uqtadi. Ham darhol Amerika hukumatidan, Amerika davlat majlisidan bu to'g'risida bayonot berish, bu masalaga Amerika hukumatining qancha ko'ngil bo'lganligini ifodalash to'g'risida nurg'un yerlarga da'vat etdik, ham nurg'un odamlar bilan ko'rishdik.
Ondan sonra yana şu Amerikadaki xalqaro kechirim tashkiloti va kishilik huquq nazar qatorliq bir qancha tashkilotlar bilan aloqalashib, ularning bu masala xususida o'zining maydonini bildirishni tashabbus qildik. Uningdan sirtda Xudo dunyo Uyg'ur qurultiyi chaqirganda, biz mo Amerikada Xitoy hukumatining bo'lib bo'lgandagi Xitoylarning buyugidan Uyg'urlarni urib o'ldirish to'g'risida Washingtondagi bosh elchixonasida keng ko'lamli namoyish olib bormoqchi. Biz davomli holda shu Amerika hukumatining bu masalada Xitoyga besim qilib, hamda Xitoy hukumatining shu Xitoy cho'ng millatchiligidan foydalanib Uyg'urlarni o'zining dushmanlari emas, balki Xitoy xalqining düşmanı qilish masalasida alohida bir ogohlantirish berishni ham uning oldini olishni tashabbus qilamiz. Hurmatli radio yangichilar, yuqorida sizlar Dunyo Uyg'ur qurultiyi va Amerika Uyg'ur birlashmasining Guangdongda yuz bergan qanliq to'qinish munosabati bilan bayonot e'lon qilish, norozilik namoyish o'tkazish, bo'libmi xalqarada jiddiy g'ulg'uli paydo qilish uchun harakatga o'tganligi to'g'risidagi ma'lumotlarni angladinglar. Diqqatli bo'lganinglarga rahmat. Xayr-xush, atki programmamizni ko'rishaylik.